Assalomu alaykum. Hozir mana ulug' ro'za Ramazon oylarida turibmiz. Rahimli oilada turibmiz. Shu qimorboz insonlar, stavka qiluvchi insonlar bilaman. Har doim o'zingizga oxirgi marta deb so'z berasiz, o'yinni tashlayman deb so'z berasiz. Hamon shu o'yin botqoqlik ichidasiz. Bilaman. Bu narsadan chiqish juda ham qiyin. Men uchun ham juda ham qiyin bo'lgan. To'g'ri, stavka qilib yurgan odam, qimor ichida yurgan, kazino o'ynab yurgan, barchaga onlayn pul oson topaman deb yurgan insonlar xayolida, miyasida faqat qimor bo'ladi. O'zini o'zi aldab yuridi, shu dopamin hissini his qilmoqchi bo'ladi, oson pul topmoqchi bo'ladi. Qarzga botib ketgandan keyin shu qarzlarimni qutulaman deb yana batar tubanlik, yana xayoldagi illyuziyalari bilan stavkalar qiladi, yana qarzdorlik botqoqiga keladi. O'yindan qanday qilib chiqsa bo'ladi? Bugun shu haqida gaplashamiz. Mana bu videolarim ommaga chiqishim oson bo'lmadi. To'g'ri, juda ham qiyin. Men hozirgacha hamon o'ynayman. Meni ko'rgan odam ertaga nima deydi, nima deb aytadi. Bu narsalardan men to'g'ri qaror qabul qilib tan oldim. Shu men qilgan xatolarim, shu chiqishlarim, ayrim shu ikkita insonlarning hayotini gapirib beryapman, kimlargadir manfaatli bo'lsin deb gapirmoqdaman. Qimor bu yaxshi narsaga olib kelmaydi. To'g'ri, oddiy qiziqish bilan boshlanadi. Stavka qiladi, yutadi, yana o'ynaydi. Shu yutilgan pulini hammasini baribir yana qaytadan yutkazadi, ki 2 baravar qilib kreditla oladi, qarzga kirib, shu yutkazib yuboradi. Bu bukmekerlik kantonlarini, kazinolarni hech qachon yutib bo'lmaydi. Faqat bizani shu o'y xayolimizdagi yana bitta men yuta olaman degan fikr bilan o'ynaymiz, yana yutkazamiz. Hech qachon yutib bo'lmaydi. Qachonki siz to'xtatasiz, o'shandagina yutasiz. Endi bugungi sizlarga chiqish qilmoqchi bo'lgan videom o'z hayotimdagi bu qimor tuzog'idan qanday chiqqanligim haqida gaplashib o'taman. To'g'ri, bu narsani men ko'p uddaladim. Men o'yindan chiqaman, o'zimni to'g'rilab olaman, hayotimni yo'lga qo'yib olaman deb ko'p so'zlab berganman, va'dalar berganman, ammo hammasini va'dalarimni qo'limga pul tushgan zahotiyoq esimdan chiqib ketgan. Va'dalarim hamma narsasi. Oxiri meni to'g'ri qaror qabul qilishimga sababchi bo'lgan insonlar bu volidai onam, onajonim bo'ladi. Men onajonimga shukronalar bildiraman. Keyin opacham bo'ladi. Ularga ham katta rahmat. Ularga ham shukronalar. Har kuni hozir ibodatimga, shu ulug' ro'za Ramazon oylarida duolarimni ularga 2 dunyo saodatini bersin. Va yana bitta inson, bu meni turmush o'rtog'im, rafiqam bo'ladi. Unga ham katta rahmat. Unga ham shukronalar bildiraman. Ilohim 2 dunyo saodatini bersin. Endi qimordan chiqishni oson emas. Boshida qiyin bo'ladi. To'g'ri, o'zingizga va'dalar berasiz, chiqaman deb. Men ham va'dalar berdim, chiqaman deb. Men shu chiqishimga eng katta turtki sabab oxiri shu katta summalar yutkazib, yana tubanlikka kirib, qarzlar olib, o'zimni boshqara olmagan paytda turib, to'g'ri, yordam qo'lini cho'zishyapti. Yordam qo'li cho'zgan bilan men yana tubanlikka kiryapman. O'zimga oxiri nuqtasiga kelganda o'zimga o'zim savol berdim. O'zi men nima qilyapman? Bu ketishda hozir meni oxirgi manzilim qayer? Shu savolni berdim. To'g'ri, qarzlarim ko'p edi. Hozir ham bor, asta-sekin qarzlarim qutilmoqdaman. O'tirib o'zimga so'z berdim. Hozir shu ketishda men hayotimni davom qilsam, ertaga mendan hozir shu
shu yordam berib turgan insonlarni ham sabr kosasi to'lib, bo'ldi, sen bizada farzand emassan, yo uka emassan, yoki mani erim emassiz degan joygacha borib qo'ydim. O'zimga so'z berdim. Shu qimorni men yurib, stavkalar qilib davom ettirsam, ertaga hayotim yaxshi oqibatlarga olib kelmasdi. Chunki ko'rib turibmiz, shunaqa yoshlar, insonlar bor, o'zini o'zi osib qo'ymoqda. Qarzlarimdan, bu muammolardan qutulaman deb. To'g'ri, siqilgan bilan bu muammolarni yechib bo'lmaydi. Avvalambor shu to'g'ri o'zimiz tushunib yetishimiz kerak ekan. Men shu narsani angladimki, o'zim to'g'ri qaror qabul qildim. Shu miyamdagi, xayolimdagi illyuziyalardan voz kechishni boshladim. Birinchi navbatda nima qildim? Shu telefonimdagi ilovadagi akkauntlarni, bukmekerlik kontolarni ichiga kirib, tex poddershkasiga kirib yozdim. Men sizlarni dagi akkauntimni udalit qilishlaringizni iltimos qilaman. Men ludomaniya kasalligiga uchraganman. Men kasal insonman. Men o'zimni boshqara olmayapman. Shu qarzdorlik botqog'iga kirganman. Ertaga o'zimni o'ldirishim mumkin. Shuning uchun meni bukmekerlik kontoradagi akkauntingizni udalit qilishingizni so'rayman deb xat yozdim. Ular menga javob xati bilan meni kirolmaydigan qilib qo'yishdi. To'g'ri, bu bitta akkauntni men udalit qilganim bilan xayollarimda har xil YouTube'da nimada film ko'rsangiz ham boshqa joydan reklamalar kelib chiqadi, boshqa предложениyalarni, boshqa bukmekerlik kontoralarni skachat qilishingiz mumkin. Qiyin, juda ham qiyin. Birinchi navbatda men shu ishni boshladim. Keyin qo'limga pul tushgandan pullarimni taqsimlashni boshladim. Kerakli insonlarga birinchi qarzlarimni berishni boshladim. Ikkinchi shu yolg'iz qolmaslik kerak. Yolg'iz qoldingizmi, sizni o'y-xayollaringiz, fikrlaringiz shu o'yin tomon olib boradi. Eslatadi. Shu sizni yutqizganlaringizni yana bitta o'yna deb eslatishi mumkin. Shu yolg'iz qolmaslik kerak. Uchinchidan, bu bo'shliqlarni to'ldirish kerak. Kitob o'qish kerak, sport bilan shug'ullanish kerak. Uchinchidan, to'g'ri, agar namoz o'qimoqchi bo'lsangiz, namozni xolisona niyatda o'qing. Fikringizdagi illyuziyalarni yo'qoting. Shunaqa insonlar bor, namoz o'qiydi, xayoli qimorda bo'ladi. Bundan voz kechish kerak. Hozir mana ulug' ro'za Ramazon oylarindamiz. Shu men tilakdosh bo'lardim. Qimor ichida yurgan, qimordan, stavkalarni tashlamoqchi bo'lgan insonlar, qarzdan qutulmoqchi bo'lgan insonlarga shu ulug' ro'za Ramazon oylarida shu qarzlarni qutishlarini duo qilib qolaman. Qimordan chiqsa bo'ladi. Faqat siz to'g'ri qaror qabul qiling. O'zingizga ishoning, o'zingizni aldamang. Siz hozir ham o'ynayapsizmi? Yutqizishingiz aniq. To'xtatdingizmi, siz g'olibsiz. Faqat to'g'ri qaror qabul qilib, to'g'ri harakatlar bilan o'yindan chiqsa bo'ladi. Ko'rishguncha.